Jamshid aka, mana Yakkasaroy qurilish obyektida turibmiz. Olmaliq shahri 5-1 dahasidagi. To'ramiz mana 10-qavatgacha ko'tarilgan. 10 qavat eng bitta. yuqori qavatiga. Bitta blok bitgan uje. Bu blokimizda bo'lsa, uje 4-5-qavatga qarab ketyapti. Xuddi shunday. Va qurilish jarayonlari ketyapti. Shu yil oxiriga topshirilishi rejalashtirganmiz deganmiz. Bundan tashqari yana yangi loyihani boshlagansiz. Qurilish jarayonlari ketayotgan holatda bu loyihadan tashqari yangi loyiha boshlashingizga nima sabab bo'ldi? Bu o'zi 200 ga yaqin xonadon bor edi. Maksimal sotib bo'lindi. Xudo xolasa 2026-yilning oxirida topshirishni rejalashtirganmiz. Bundan tashqari bizning sotuv ofisimizga 1000 dan oshiq odam kelib, biz ola olmadik, bizga 2-qavat kerak, bizga 7-qavat kerak deb o'zlarini ehtiyojlariga qarab bizga qiziqishyapti. Biz ham endi harakat qilaylik deb Olmaliq shahar markazidan, ya'ni shu Oydindan yangi Oydin Tower loyihasini boshladik xudo xolasa. Hujjatlari ham joyida, ishlarimiz ham jadal ketyapti. Har bir obyektga yo'naltirilgan, misol uchun harakat, yo'naltirilgan fok, yo'naltirilgan mablag' o'z doirasidan, o'z yo'lidan chiqib ketmaydi. Agarda u Oydin Tower loyihasini boshlashimizga ko'zimiz yetmaganda boshlamas edik. Buni tugatishga ko'zimiz yetmasa agar, buni ham harakatini qilmasdik. Shu boshlashimizdan oldin tugatishimizni harakatlarini xudo xolasa samarali bo'lishini harakatini qilib qo'yganmiz. Undan tashqari komandamiz ham xudo xolasa yetarli, har tomonlama hammamizga manfaatli bo'lishiga xudo xolasa. Oldin ham aytganmiz bu narsani, davlat rahbarimiz aytganlaridek, faqat xalqni rozi qilish deydik, shu xalqning ehtiyojini, xalqni rozi qilish. Bundan tashqari o'zi negativlarga ko'p ham e'tibor bermaydigan odammiz-da. Ular negativ yozib maza qilishsa, biz o'zimizni qurilishlarimiz bilan, klientlarimiz bilan, o'zimizni komandamiz bilan ko'rsak maza qilamiz-da.